Rossiya migrantlarning yangicha usulda jalb qilishga tayyorlanmoqda. Assalomu alaykum do'stlar. Rossiyada ishga kelayotgan va doim har yil ishga kelib ketayotgan do'stlar uchun muhim bir ma'lumot bo'ladi. Obuna bo'lib qo'ying va kommentariyada Rossiya qanchalik qiyin bo'lib qolgandi, Rossiyada vigida bormi yo'qmi shu narsa haqida yozib qo'yinglar. Kelgusi yillarda migrantlar mustaqil ravishda emas, balki uyushgan guruhlar shaklida o'z mamlakatlaridan tekshiruvdan o'tganlaridan so'ng ish beruvchilarning aniq so'rovnomalariga binoan ishga o'tish rejalari tuzilmoqda. Tajriba 2027-yilning boshlanishidan ko'zga tutilmoqda. Tajribani hukumat hozirda 2026-yil, 2030-yillarda mo'ljallangan migratsiya konsepsiyasini ishlab chiqmoqda. Bu juda ham katta konsepsiya bo'lishi aytilyapti. Yangi model quyidagicha ishlaydi. Kim Rossiyaga kelsa, migrantlar o'z mamlakatlarida tekshiruvlardan o'tadi. Ular Rossiyaga ish beruvchilarning iltimosiga binoan kelgandan so'ng ular mustaqil ravishda ish topmasdan oldingi belgilgan ish kim taklifnoma приглашение yuborgan bo'lsa, shu kompaniyalarga faqatgina ishlay oladi. Bu tizim migratsiya oqimlarini yana tushunarli va boshqariladigan qilishi kerak deyilyapti. 2026-yil may oyiga qadar Ichki ishlar vazirligi, Mehnat vazirligi, Federal xavfsizlik xizmati va Federal soliq xizmati hukumatiga agentliklarning vakolatlari va yangi mexanizmning asosiy qoidalarini belgilovchi qonun loyihasi taqdim etishlari kerak. Bu degani mana shu yil 2026-yil 1-maygacha mana shu narsani konsepsiyani ishlab chiqishlari va taklif qilishlari, taqdim qilishlari kerak. Keyin esa ushbu konsepsiya o'rgab chiqiladi va o'zgartirishlar kerak bo'lsa, o'zgartirib, keyin qonun loyihasi qabul qilinadi. Shu bilan birga migratsiya xodimlari uchun treninglar o'tkazish, raqamli platforma va mobil ilovalar yaratish. Xuddi Moskvadaqa, misol uchun Amina ilovasiga o'xshab, butun Rossiya Federatsiyasi bo'ylab shu mobil ilova ishlab chiqilishi kerak. Ish beruvchilar ushbu xizmatlar orqali arizani topshiradi va migrantlar ishga joylashtiriladi. Shuningdek, hukumat migrantlar bilan ishlayotgan kompaniyalar o'rtasida bozor ehtiyojlarini aniqlash, xorijiy ehtiyojlarga eng ko'p bo'lgan sohalarni aniqlash, keng ko'lamli so'rovnomalarni o'tkazadi. Migrantlar va ish beruvchilar uchun ta'lim dasturlari ham ishlab chiqilmoqda. So'nggi oylarda migratsiya mavzusi butun mamlakat bo'ylab, bilasizlar, Rossiya bo'ylab faol muhokama qilinmoqda. Bir necha sohalar chet elliklarni ishga qabul qilish, taqiqlash, ammo shu sabablar mamlakatlarning baribir mutaxassislarning yetishmovchiligi uchayapti va 2026-yilda deyarli 19% ga kvota oshirish ham rejalashtiryapti. 27-noyabr kuni o'sha Rossiya prezidenti Vladimir Putinning mehnat migratsiyasi mavzusida rossiyaliklarning bevosita bezovta qiladigan bo'lmasligi kerakligini aytyapti. Rossiya fuqarolarini migrantlar bezovta qilmasligi kerak ekan. Bu tak hammasi tak normalniy. Rossiya muhiti yashashga va mahalliy ijtimoiy imtiyozlardan foydalanishga tayyor bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Tataristonda misol uchun migrantlar oqimi xizmat ko'rsatish darajasi juda ham yuqori bo'lyapti. Navbatlar MFCda uzun qator очередlar kuzatilyapti. Rasmiylarning aytishicha, yuklamani boshqarish mumkin, ammo moslashish shart bo'ladi. Demak, 2026-yil mana shu yil may oyida ushbu konsepsiya ishlab chiqib Dumaga taqdim etilsa, 2027-yil o'rtalaridan o'sha приглашение degan narsalar paydo bo'lib boshlanishi mumkin. Nima deb o'ylaysizlar? Rossiyaga bu darajada qonunni tartibga solishmi yoki bo'lmasam migrantlarga nisbatan nazoratni kuchaytirish bu nimaga olib keladi? Bizning musofirlar Rossiyaga kelib itak kamayyapti hamkuda. Bu yanada qiyinchilik bo'ladi. Rossiya bu narsaga dosh bera oladimi? Ko'pchilik migrantlar hisoblaydi, что Rossiyada ishchi kuchi juda ham yetishmasligini va Rossiya ishchi kuchi yetishmasligi sababli iqtisodiyoti pasayishi ham mumkin degan taxminlar har doim shu Rossiyada kelayotgan o'zbek, tojik, qirg'iz fuqarolar orasida muhokama qilinib yuradi. Siz qanday fikrdasiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Rossiya migrantlardan anchagina qisqartiradigan bo'lsa, kamaytiradigan bo'lsa, qay darajada zarar ko'rishi mumkin va Rossiyaga qanchalik bizning bog'liqligimiz zarur bo'lib qoldi yoki bo'lmasam zarur bo'lib qolmadimi? Shu haqida yozib qo'ying do'stlar. Xayr, salomat bo'ling. Yaxshi efirlarda ko'rishguncha.